Ehtiyojmandlar uchun moddiy yordamlar, davolash xarajatlar to'lab berilishi, ijara pullari to'lab berilishi, bog'cha uchun moddiy yordamlar. Demak, bu moddiy yordamlarni olish uchun asosiy talablardan bittasi bu ijtimoiy himoya reyestriga kirish. Shu tizimga kirmasdan turib ko'pchilik bizga berilmayapti deb oldindan noto'g'ri xulosa kelishadi. Keling, mana shu tizimga uyda o'tirib onlayn kirishni o'rgataman. Telefoningizdan MyGo ilovasini ochasiz va bu yerda xizmat nomiga ijtimoiy reyestr deb kiritish kerak. Shunda mana ijtimoiy himoya yagona reyestriga kirish xizmati bor. Xizmat narxi bepul, xizmat ko'rsatish muddati esa atigi 1 oy. Xizmatdan foydalanishni bosasizlar, undan keyin esa har kim o'zining tumanini, mahallasini to'liq to'ldirish kerak va keyingisini bosish kerak. Keyingi qadam bu oila va oilaviy budjeti haqida ma'lumot. Ma'lumotni to'g'riligini tekshirib, agar sizlarda sigirlar soni, echkilar yoki qoramollar bo'lmasa, bu kataklarni ochiq qoldirish kerak. Keyingi xizmatni bosib, ariza yuborish mumkin. Va arizangiz mana yuborildi. Mana shunaqa qilib moddiy yordamlarni oson olish mumkin. Bu videoni moddiy yordam olish qiyin, mahallaringizdan olib qolmaydi deydigan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.